Assalomu alaykum. Alaykum Durjon opa, siz bo'lasizmi? assalom. Yaxshimisiz, salomatmisiz opajon? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringizga, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zal til izhorlarini biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday chiroyli niyatlarni sizga yo'llab qolgan bo'lishlari mumkin? Bilmasam, qizlarimdir. Albatta adashmadingiz, zero sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, hurmat qilguvchi farzandlaringiz nomidan qizingiz Xulqaroy hamda kuyovingiz Sanjarbeklar tomonidan chiroyli dilnomalar yetib kelgan ekan. Ijozat bersangiz, mana shu tabriknomalarni sizga Alloh qodir qilguncha yetkazib bersam. Assalomu alaykum qadrli insonim, qadri baland qadrdonim, mehrligim, mehribonim, qirolicham. Bizni jondan aziz saylab, mehru muhabbatga o'rab, asrab, avaylab voyaga yetkazgan, hamma qiyinchiliklarga, har bir mehnatlarga bardosh qilgan sabrlarda tengsiz aziz onajonim. Yo'limizga ko'z tikuvchi jannatiy farishtam, aziz va mukarram mehribonim. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Duolari ijobatim, qalbi quyoshim, bizni baxtimizni Allohimdan so'rab turguvchi farishtam. Biz deb yelib yugurib mehnat qilgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan voliday muhtaramam. Har bir qilgan mehnatlaringiz uchun umrim so'ngiga qadar boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, sizdek onaning farzandi ekanligimdan faxrlanaman. Siz menga shunday mehribon, duogo'y ona bo'ldingizki, hech qachon o'zgalarning onasiga qarab, qani endi shu meni onam bo'lsaydi demadim. Volidam, go'zal yuzligim, bilaman, ba'zan dilingizni og'ritdim, bilib-bilmay sizni xafa qilib ranjitib qo'ydim. Alloh uchun meni kechiring. Sizga ikki dunyo saodatini tilayman. Biz farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Shodon kulgularingiz go'zal yuzlaringizni bezasin. Inshaalloh haj, umra safarlariga bormoqlikni, Makka-tullohni ziyorat qilib, Ka'batullohni ko'rmoqlikni Allohim nasib ro'za aylasin. Boringizga shukronalarim bo'lsin onajon. Sizni menga bergan Robbimga hamd va sanolarim bo'lsin. Ajinlar tushmasin nurli yuziga. Ko'z yosh to'kilmasin yuzu ko'ziga. Barcha baxtni bergan uning o'ziga. Onamning jonini asra Allohim. Bedor o'tkazmagin sokin tunini. Eng yaxshi kun qilgin uning kunini. Orzu, baxtga to'ldir nurli yo'lini. Onamning jonini asra Allohim deya mana shunday go'zal tilaklarni yo'llab qolibdilar. Rahmat hammasini, farzandlarimga, qizlarimga, kuyovlarimga hammasini rahmat. Doim baxtli, sog' salomat bo'lib yursinlar. Soliha farzandlar ota-onasi bo'lib qo'sha qarib yurishni nasib etsin. Shular yaxshi kunlarini ko'rib yurishni nasib etsin bizlarga. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Rahmat sizga ham. Rojini bersin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring ilohim deymiz. Ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'lib yaqinlar ardog'ida yurmoqlikdan aslo charchamang. Allohim har bir kuningizni mana shunday baxtlarga mo'lim to'la qilsin ilohim. Rahmat. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni.
matonat bardosh, mehri teng so'zim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zot,